O'zbekiston yo'llarida bironta antiradar yoki radar detektor signalni ushlay olmaydigan 3 oyoqli kamera paydo bo'lgan. Ushbu ko'chmas foto-video fiksatsiya kompleksi Avtokon deb ataladi va u O'zbekistonda ishlab chiqarilmoqda. Asosan Buxoro viloyati hududida o'rnatilayotgan radar signalni ushlay oladigan va u haqida ogohlantira oladigan birorta qurilma hozircha mavjud emas. Hozir men uni qanday qilib oddiy 3 oyoqdan ajratish mumkinligini aytib o'taman. Siz esa ushbu videoni buxorolik tanishlaringizga va Buxoro tarafga tez-tez qatnab turadigan do'stingizga jo'natib qo'ying. Balki siz bu bilan ularni jarimadan saqlab qolarsiz. Oddiy 3 oyoqning ostki qismida kichikroq qora nur taratuvchi joylashgan bo'lsa, ko'rinmas 3 oyoqda uning o'rniga katta oq rangli qurilma o'rnatilgan. Qolgan qismlari deyarli farq qilmaydi, lekin arvoh radarga tushib jarima to'layotganlar soni tobora oshib bormoqda. Agar siz ham ushbu radarga tushgan bo'lsangiz, uni qanday aniqlashni bilsangiz va u qayerlarda turishini albatta ushbu video kommentariyasida yozib keting, qolganlarga foydali bo'ladi. O'z o'rnida inspektor kompaniyasi mutaxassislari koreyalik muhandislar bilan hamkorlikda yangi radarni o'rganish va inspektor radar detektorlari uchun maxsus proshivka tayyorlash maqsadida Buxoro viloyati hududida izlanishlar olib borishmoqda. Tez kunlarda inspektor kompaniyasining ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbek tilidagi rasmiy kanal va sahifalarida yangi proshivka chiqqani haqida ma'lumot bilan bo'lishadi. Siz esa doimgidek osongina smartfoningiz orqali radar detektoringizni yangilab, jarimalardan xoli holda harakatlanishingiz mumkin bo'ladi.